Ko'rib turgan xonadoninglarni bor yo'g'i 85 ming dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rishimiz mumkin, tupik ko'cha ochib, 3 ta yonma-yon kottej qurilgan. Sotuvda hozirgi kunda mana shu bahaybat Tarsovoydagi uchastkamiz qolgan. Plafonlarni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'lib yonib turishini qisqacha video obzorini ko'rib chiqamiz. Darvozaxonamiz shunaqa yopiq, garaj sifatida qilingan. Asosiy binoga kirib, qisqacha xonalarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinalarimiz. Birinchi xonamizda kuxnya, do'xkontirning kotyollar o'rnatilgan, fartuqning kapillari ham qilib qo'yilgan. Binoimizning isitish tizimi 100% so'qli pol asosida. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel qismi. Bu birinchi qavatimiz uchun yaxshi razmerda qoldirilgan zal qismi bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda ham shunaqa prixoshka orqali boshlanadi. Bu roditelskiy spalnyamiz. Ko'rishingiz mumkin, yaxshi razmerda qoldirilgan. O'zining ichida umumiy yuvinish xonasi, sanuzellar ham qoldirilgan. Bu xonadonimiz Sergeli tumani, Xonobod mahallasida joylashgan. Katta yo'ldan uncha uzoq bo'lmagan masofada. Bu bitta detskiy spalnyamiz. Oxirgi xonamiz yana bitta spalni yoki ikkinchi zal qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Pastda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarda baraka qilamiz.